Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va kanalimiz a'zolari. Muzlagan go'shtlarni kubik shaklda to'g'rab beradigan uskunamizda endi piyozni to'g'rab ko'rsatib beramiz. O'zimiz ham birinchi marta to'g'rab ko'rishimiz. Nasatkasi 8 mmlik. Hozir sinab ko'rsatib o'tamiz. Piyoz to'rg'agan holati sekund juda ham tezlik bilan to'rg'ab tashladi. Mana ko'rsatamiz. To'rg'agan holati. 0.5. Yana ham mayirrog'i bor. Kerak bo'lsa, uni piyozga ham juda chiroyli, yaxshi to'rg'ar ekan. Bu 0.8 da to'rg'algan. Kerak bo'lsa mana shu raqamlarga telefon qilib murojaat qilaverasizlar. To'rg'agan mahsulotlarimiz piyozni to'rg'agan.